So I'm going to talk about relative clauses. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan relative clause, ya'ni yordamida gaplarni bog'lashni birgalikda o'rganamiz. Bu relative clause shunday narsaki, bu ingliz tilida gaplarni chiroyli va ixcham tarzda birlashtirish uchun biz aynan shu relative clause'dan foydalangan holatda yasaymiz va asosiy aniqroq qilish maqsadida ham va ular quyidagicha who, with, that, where yoki when so'zlaridan foydalangan holatda birgalikda aniqlashtirib, gapimizni chiroyliroq tarzda ifodalashda foydalanamiz. Let's begin. Relative clauses nima? Bu gap ichida ot haqida qo'shimcha ma'lumot beradigan gap hisoblanadi. U asosiy gapni cho'zmasdan uni boyitadi va ikki mustaqil gapni bitta chiroyli gapga aylantiradi. Ya'ni gapni chiroyliroq tasvirlab berishda biz aynan relative clauseslardan foydalangan holatda gap yozamiz. For example, masalan, ikkita alohida gap bo'ladigan bo'lsa, the girl is my sister, she's singing. Bu qiz mani singlim va u kuylayapti. Relative clauses'ga almashtiradigan gapimiz chiroyliroq tasvirlaydigan bo'lsak, gap the girl who is singing is my sister. Bu qiz kimki kuylayotgan, mani singlim, kuylayotgan qiz mani singlim. Chiroyliroq gap tuzyapmiz. Bu bilan yana relative clauses har doim relative pronoun who, with, that, where, when bilan boshlanadi va aniqlanayotgan so'ng gapdan so'ng so'zdan so'ng keyin keladi. Asosiy relative pronounslar haqida kengroq gapiradigan bo'lsak, bu odamlar uchun ishlatiladi. For example, bu sister, father, masalan, otam, onam qolganlar hammasi kim ma'nosini bildiradi. Ya'ni odamlar uchun ishlatamiz. Which desa narsalar uchun. Qaysiki, masalan, aniqroq uni qandayligini, qaysi ekanligini ifodalashda biz whichdan foydalanamiz. That esa odamlar uchun ham narsalar uchun ham universal hisoblanadi. Ikkalasi uchun ham bundan foydalanamiz. Where faqat joylar uchun, masalan, city shahar, shunaqa joylar yoki London, Jizzax bularni hammasi uchun biz where'dan foydalangan holatda relative clauseslarni tuzamiz, gaplarni. When vaqtlar uchun, faqat vaqtni ifodalash uchun biz when'dan foydalangan holatda gaplar tuzamiz. Misol bilan o'rganib ko'rib chiqadigan bo'lsak, ya'ni bilan the girl who is singing is my sister. Kuylayotgan qiz mening singlim ma'nosida. Which narsa uchun haqida bo'ladigan bo'lsa, the book which I read is interesting. Men o'qiyotgan kitob qiziqarli ma'nosida. Where joy haqida bo'ladigan bo'lsa, the place where I live is quiet. Men yashayotgan joy tinch, chiroyliroq bo'lyapti. Men o'sha yerda yashayman va u tinch. Gap qayerda-yu? Mana chiroyliroq, ya'ni clauses relative bilan pronounlar bilan foydalanib gap tuzsak qanaqa chiroyli gap chiqyapti. Qaranglar, men yashayotgan joy tinch ma'nosida. Defining clauses haqida gapiradigan bo'lsak, bu defining clauses ma'lumot beradi. Virgulsiz yoziladi. Agar bu qism olib tashlansa, gap ma'nosi yo'qotadi. The student who studies hard will pass. Qaysi talaba qattiq o'qiydigan? Bu talaba judayam qattiq o'qiydiki, u imtihondan o'tdi ma'nosida. Non-defining clauses desa qo'shimcha ma'lumot beradi. Virgul bilan ajratiladi. Olib tashlansa ham asosiy ma'no saqlanadi. My brother who lives abroad is coming. Mani ukam, kimki o'sha chet elda yashaydi va u kelyapti. Birodarim kelmoqda, u chet elda yashaydi. Qo'shimcha ma'no sifatida biz bu, ya'ni non-defining clauses virgul bilan birgalikda foydalanib ishlatamiz. Okay, muhim eslatmalar haqida aytadigan bo'lsam, bu faqat odam uchun. Hech qanday, masalan, kar, mashina uchun foydalanmaymiz. Faqat odam uchun. Which narsa uchun, odamlar uchun which ishlatilmaydi. That esa universal, hamma narsaga tushib ketaveradi. Bo'ladi. Tushib qolish, ba'zan tushib qolish ham mumkin whichni. For example, the book I read is great. Masalan, bu kitob men o'qiyotgan zo'r kitob. Bu kitob o'qishim uchun demoqchi. Objekt vazifasiga kelganda relative pronoun tushib qolishi mumkin. Misollar bilan bir ko'rib chiqamiz va takrorlaymiz o'tgan mavzumizda. Bu, for example, this is the boy.
I told you about. Bu men aytgan o'sha bola ma'nosida. Which desa the car which he bought is expensive. U sotib olgan mashina qimmat. When I remember the day when we met. Uchrashgan kunimizni eslayman. Who the teacher who taught me was kind. Mani o'qitgan o'qituvchi mehribon edi ma'nosida. Man shu teacherda o'qiganman, u mehribon edi, unaqa bunaqa deb gapiradigan bo'lsak, gap emas, ingliz tilida shunaqa ixchamroq, chiroyliroq gaplarni, ya'ni native speaker, haqiqiy amerikan boy yoki yollaga o'xshab, qizlarga gaylarga o'xshab gapiradigan bo'lsak, judayam chiroyli chiqadi. Odamni o'ziga tortadigan gap bo'ladi. Shuning uchun biz aynan mana shu pronoun, relative pronounlardan foydalangan holatda gaplarni chiroyliroq, ixchamroq qilib tuzamiz. Bu yerga keladigan bo'lsak, the city where I was born is beautiful. Man tug'ilgan shahar chiroyli ma'nosida. Aha, o'quvchilar, shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Asosiy biz sizlar bilan birgalikda relative pronounlarning asosiy qoidalarini o'rgandik. Ularni biz hayotda ko'proq ishlatib, gaplar tuzadigan bo'lsak, chiroyliroq gaplarni tuzishga harakat qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Thank you for attention. Bye guys.